Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga kelishmaydigan sheriklar degan hikoyani o'qib beraman. Kelishmaydigan sheriklar. Biliq og'uch sapara tikan qanotlarini do'st bo'lib tijorat qilib pul tepish uchun planlarini tuzibdi. Sapara sheriklarini xili ko'p qarz pul ta'minlabdi. Tikan bo'lsa ko'p miqdorda raxt ilibdi. Biliq og'uchmi birmuncha mis yiqibdi. Uch sherik yog'och mollarini bir kemaga yuklab yo'lga chiqibdi. Dal bo'yi yo'lining yerimiga kelganda butunlay havo buzilibdi. Shamol va bo'ron chiqib dengizni egiz-pas qilibdi. Kema ozg'in do'stlarning bardoshliq berolmay o'tirdiki, ikkiga bo'linib cho'kibdi. Sheriklarning butun mollari kema bilan birga dengizning tagini bo'ylabdi. Ular chinini tasda qotqizibdi. Sheriklarning butun mollari kema bilan birga shu kundan e'tiboran shaparan qarz egalariga ko'rinmaslik uchun kunduzlari hech bir yerga chiqmabdi. Faqat kechalari al-olam jimiqqanda chiqib aylanibdi. Biliq og'uch bo'lsa butun borliqi va umidi bo'lgan misollari balkim bir kuni to'lqin qirg'oqqa urdi. Doim dengiz sohiliga aylanib yuradigan bo'libdi. Tikan bo'lsa yo'lning bir chetida turib o'tgan qochganga hujum qiladigan. Ajaba insonlar kiygan bu kiyimlar mening rahmimdan tikildimi qandaq deb qaraydigan. Xo'sh.